Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 9-oyning 7 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qilayotgan naq maydon videosiga chiqishim. Bugun so'zlaydigan 4 cho'ng mazmun bor. Uniki yaqindagi dunyoda bo'lgan cho'ngroq ishlarning birisi Xitoy haqida bo'ldi. Oldidan shundan boshlay. 9-oyning 3-kuni Amerikaniki saqchi idorasi FBI Sunwen degan bir Xitoyni qo'lga oldi. Bu Xitoy New York shtatining muavin shtat boshlig'ining yordamchisi bo'lib Xitoy uchun ishlab, New Yorkniki nurg'un hukumat ishlariga ta'sir ko'rsatgan. Uzun muddat. Uniki eri Xushao degan Xitoymi nurg'un jinoiy ishlarda shug'ullanib, har ish qilsa uzun muddat Xitoy uchun xizmat qilgan. Shunga nurg'un ishlar pash bo'ldi. Masalan, Sunwen degan Xitoy bir qatim bir Tayvan umiginiki New York shtatiga shtat boshlig'i bilan kurashgili keldigan bir ishini to'sib qo'yibdi ekan, to'sib olibdi. Har xil ilmiy fikrlarni ishlatib yurib, andan keyin New York shtatiniki boshlig'iniki nomida bunda taklifnoma xatlarini tayyorlab, o'z imzo qo'yib, New York shtatiniki shtat boshlig'ining nomida imzo qo'yib, Xitoyniki bir o'lkasiniki bir umigini New Yorkga kelib, New Yorkniki shtat boshlig'iga ko'chdi degan ishlam qilgan. Andan keyin bular bu ishlarni bekor qilmagan albatta. Nayti jiqpay bo'lib Amerikada 4 million dollardan qimmatroq bir uyni olibdi, Havayida 2,5 million dollardek bir uyni olibdi. Xitoyda necha uy bor ekan bularniki. Ish qilib, mushtaq ishlarni qilayotgan ekan, bularniki ishlari o'tgan yil 3-oyda oshkorlanibdi. 9-oyning 3-kuni bular rasmiy qo'lga olinib, endi e'lon qilindi maosh. Shunga bu ishni bugun sizlarga deb qo'yishim. Andan keyin New York shahriniki boshlig'iniki bir yaqini Jang Chirong degan Xitoy ekan. Buni FBI qo'lga oldi. Abaksi New York shtatiniki, New Yorkniki shtatim bor. Andaki New York shahri deb shahrimi bor. Shunga ikkisini almashtirib qo'ymanglar. Bu New York shtatiniki shahrining boshlig'iniki bir yaqin yordamchisi Jang Chirong degan Xitoy bu ayol. Buni FBI qo'lga oldi. U New York shtat hukumati, New York shtat hukumati, shahar hukumati, shaharlik hukumat, shtat hukumati, andan New Yorkdagi Xitoy konsulxonasi mushlarning orlig'ida qatirab yurib, nurg'un ishlarni qilgan ekan. Xitoyning josusi. Buniki Xitoy, New York shahriniki Xitoy konsulxonasiniki boshlig'i degan nomim bor ekan. Endi bunday emas, lekin shu qilayotgan ishlar ashtaq bo'lgani uchun ashtaqni nom olgan ekan. New York shahriniki boshlig'i bir qatim Xitoylarniki Chag'an bayramini tabriklash so'zi tayyorlab, uning ichida Uyg'urlarniki kishilik huquq ishlarini tilga olgan ekan. Mushu Xitoy ayol ashi nutqdagi Uyg'urlar haqidagi mazmunni chiqarib o'tibdi. Ashinchilik ishlarni qilgan ekan bu. Ashta qilib bu ishlarni qilayotgan uzun muddat bo'libdi. Chiqilib yaqindan buyon bunday ishlar xil ko'p davlatlarda yuz beryotdi. Xitoy kompartiya hokimiyati chet eldagi nurg'un davlatlarniki hukumat ichiga kirib bo'ldi hozir. Nurg'un odamlar bor. Hozir shu orqadan bir qismlari pash bo'lyotdi. Masalan, bu yil 2-oyda Yaponda 2 ayol tutilgan. Birisi ismi Xili Xong degan Xitoy. Bu Xitoy aslida shu fohishaxona savdolarni qilgan Xitoy ekan, keyin bir donliq parlament a'zosini qo'lga tushirib olib, shuningki davomli shu parlament a'zosini nega bosib shu yerga bilib berib, parlamentniki yig'inlariga birga qatnashib, yig'inni naq maydondan Xitoyga mangdirib degandek ajoyib qilgan ishlari bor ekan. Mushu abatning gapini qilgan bir qancha ayollar eng dastlabda savdo boshlagan chog'da shu fohishaxona, Xitoyniki fohishaxonasi savdolarini boshlab dastlabda, keyin siyosiy o'rinlarga kirib, andan keyin taraqqiy qilib, yuqori o'ringa chiqib ketgan.
Uni burun pash bo'lgan ahvolanchida Amerikaniki bir avam palata a'zosi bor. Swavel degan aslida San Fransiskoda turadigan kishi bu. Buningmi bir Fangfang degan Xitoy qiz bilan munosabati bor. Bo'lib bu keyin pash bo'ldi. Shu Xitoy Fangfang degan Xitoy bu kishiga pul chiqarib, saylam jarayonida buniki saylanishiga nachiq to'p qo'shgan. Bu yosh bolami, u avam palatasiga a'zo bo'lgan. Bir yamayri u Swavel degan bola shu avam palatasiniki davlat bexatarlik ishlariga mas'ul komitetiniki bir boshlig'i endi. Ashnisi Xitoy qiz bola. Bumi bir necha yil oldin pash bo'lib bu qiz bola tutildi. Xitoy Fangfang degan Xitoy. Endi bir narsa mushtaq munosabatga kirib qolgan chet ellik amaldorlarning hammasi Xitoy uchun yaxshi qildigan, Xitoyga yanmasdigan bo'lib qoldi ekan. Shu bu ishlarni biz nurg'un ko'rdik. Hozir mana shundaq Avstraliyadami bir 68 yoshli Xitoy Yang Yisheng degan Xitoy bu bir ministerni qo'lga tushirib olib, Xitoy uchun nurg'un ishlarni qilayotgan, bu qo'lga qilindi. Kaliforniyaniki Feinstein degan bir senator bor, uzun muddatli senator. Buniki shopiri Xitoy ekan. 20 yillik shopir Xitoyning josusi. Shunga bu Feinstein intayin ta'siri bor ayol Amerikaniki hukumatida. Ashunga butun uchurlarni Xitoyga o'ttirib yo'llab turgan. Ishqilib ba'zanlar Xitoy hukumatiniki xodimlarining chet el hukumatlariga singib kirish ahvolini bir ilonga o'xshatdi. Bular chet el hukumatini bir ilonga o'xshash bir odamni yo'g'ilgan ilonga o'xshash yo'g'ib olib, ularga tujutmay, kin ma'lum vaqt kelganchada bu odamlarni qimriyamas qilib qo'yadigan. Ammo shu narsaga o'xshatdi. Hozir Xitoyniki bu xil ahvoli bek ig'ir. Yaqinda bir necha pash bo'lganligi uchun ahvollarni sizlarga deb qo'ygim keldi. Bu nayt cho'ng xabar bo'lib ketdi. Shu oldingi bir hafta ichida. Ondan keyin Xitoy haqidagi yana bir cho'ng xabar hozir oxirlashtirib o'qmayman. Shu o'tgan hafta Xitoyda Xitoy Afrika iqtisodiy hamkorlik yig'ini ochildi. Nayt dag'dug'liq intayin jiq odam kelib qatnashib 160 ta odammikin najiq davlatlardan Afrikaliklar. Buningda Xi Jinping degan jallod nayt yana bir o'yin o'ynadi. Bu o'ynagan o'yinlar Xitoyniki matbuotlariniki hammasiga degani egallab ketdi. Shu hozir ba'zilarning deyishicha Xi Jinpingniki kalasidagi operatsiya qilganlarni biroz saqiyib, chechimi chiqib, ashta qilibdi, shuni qo'rqmay chiqibdi deb shuni deydi. Ishqilib bular bilan intayin dag'dug'liq ko'rishib, har xil ziyofatlarni o'rlashtirib, andan keyin Afrikaga 50 milliard dollardan ko'p pul qarz berdiganligini dedi bu qatim Xi Jinping. Xi Jinping'deki bu jihatdagi ishlari ayni vaqtdagi mavzuning ishlariga o'xshab qoladi. Xitoyniki fuqarolari intayin jafo ichida, hozir mana shunday ishsizlik bek ig'ir, intayin kulfat ichida yashayotdi, lekin bu boshliqlar bo'lsa, pulni Afrikaga chechib, ularga qarz berib, o'zini qo'llab berganligi uchun xabarlarda bor. Xitoy hozir BDT'da nurg'un ishlarda ko'p qo'llashga erishdi. Bularga qarshi turadigan davlatlar g'arblik davlatlar bo'lib, bir 30 necha davlat bo'lib qoldi. Ammo Xitoyni qo'llaydiganlar 50, 60, 70larga chiqib, bilat tashlash ishlarida Xitoy davomli utib keldi. Sababi mushtaq Afrikadagi nurg'un davlatlarmi Xitoyni qo'llaganligi uchun. Hozir bir chaqchaqqa o'xshash gap chiqdi bu qatim. Afrikalik boshliqlar zikib qolsa Xitoyga berib o'ynaydi deydi. O'ynab sayohat qilib, hamma o'ynaydigan tomoshalarni tugatib bo'lgan chog'da, andan keyin Xitoyning boshliqlari kurashib, biz Tayvan Xitoyniki ayrılmas bir qismi deb qaraymiz, deb etib, andan keyin bizga pul beringlar deydi deb. Shu kim Tayvan Xitoyniki ayrılmas bir qismi desa, Xitoy unga pul berdi deb, mana bir gaplar chiqdi yaqinda. Mushlarda eng cho'ng rol o'ynayotgan rayon Afrika endi. Bu qatimki faoliyatni o'sha yerda bek dag'dug'liq bo'libdi. Endi ikkinchi mazmun so'zlaydigan Amerikaniki xabari, buniki yaqin chiqqan bir yangi ish. Donald Trumpning ustidan bir azvati xabarlarda bor. Bir ayol menga bosqinchilik qildi deb, keyin Donald Trumpniki prezident vaqtida uniki advokati bu ayolga pul berib,
130 ming dollardek pul verip uni jimitgan. Bu işin Donald Trump'ның xabari yok. Lekin bu iş ötken yıllarda sotqa chiqib, Donald Trump'ga mush bir iş üstüden 34 cinayet artıldı. Atılıp Donald Trump resmi bir cinayetkar olup kaldı endi. Resmi nuqtadan aytgan chaqda. Aşağı bu qilib, yaqında Donald Trump'ga turma vaqtini kesmekçiydi. Bunu yaqında Amerika'nınki yuqori soti bu kesishni turmaga qancha yil turdi degan narsani kesishni bu yillik prezidentlik saylamından keyin qilganligiga kechiktiryapti. Bu Donald Trump uchun bir cho'ng paylik ish bo'ldi. Çünkü bu işe hozircha bes qilib turadigan bo'ldi. Harunlarda bor saylamga yana 2 oydak vaqt qolib qoldi. 2 oydan keyin Amerikaniki prezidentlik saylam bo'ldi endi. Bu bir xabar. Andan keyin men o'tganda sizlarga Donald Trump'niki agar prezident bo'lsam men nima ishlarni qilaman degan 20 va'dasini deb bergandim. Bu qatim Kamala Harris'nikini mi deb berman degandim sizlarga. Kamala Harris'niki qandaq va'dalar bordi deb biraz izlendim. Undaq numara qo'yib o'tirib qo'ygan va'dasi yo'q ekan. Şoň bu yerlarni azroq ta'dim men. Uniki hozir saylam nutqlarida davatgan narsa birisi Joe Biden'niki hozirgi har xil siyosatlarini davomlashtirish. Masalan, o'tiral va tuvan sinf oilalariga bajni azaytish, ondan keyin dorilarniki bahsini tushirib berish, ondan keyin degandek uni u mashhur narsaga davatgani. Andan keyin yana birisi mal bahsini kontrol qilish. Mal bahsini kontrol qilish degan emniyatga uyg'un emas bir narsa. Ammo Kamala Harris hozir shuni bir o'ziniki saylam shuar qilib ko'tarib chiqaryotdi. Nimishqa emniyat emas desanglar, odatda malniki bahsini ikki narsa belgilaydi. Uning birisi shu bir mahsulotni ishlab chiqarish uchun ketgan chiqim. Qancha pul ketdi, buningda material chiqim bor, emgak, aniki maosh degan narsalar. Buning chiqimi, ikkinchisi buni chiqargan shirkatniki olgan foydasi. Shunga u bahoni, malning bahosini bir odam siyosat bilan tushagil bo'lgan narsa emas. Bu bozor iqtisodida uni bozor belgilash kerak. Uni tushadi degan gap amaliyotda mal bahosini kontrol qildi degan narsa qandaqdir pul baholigini kontrol qila olmaydi, balki o'stirishi mumkin. Nimishqa desanglar, agar bir malniki bahosini tushasa, uniki ishlab chiqarish xarajati, chiqimi tushmay, shirkatniki oldigan foydasi to'lab ketadi degan gap. Ashtaxondan keyin shirkatlar ya taqilib ketadi yoki ashunday mahsulotlarni ishlab chiqarishni to'xtatish kerak. To'xtatgandan keyin bozordagi o'xshash xildagi mallarning soni ozaydi. Ozaygandan keyin o'xshash xildagi malniki bahosi tushmay, taxmin bundan eshib ketishi mumkin. Shunga iqtisodshunoslar ma'vu siyosatlarni butunlay ilmdan olib qolgan, amaliyotdan olib qolgan, faqatlamkin saylam uchun kishilarni go'llash uchun lamkin o'tirib chiqayotgan narsa deb qarayotdi. Ondan keyin Kamala Harris'niki yana bir narsasi, butun Amerika bo'yicha bir xillam sug'urta sistemasini yo'l qo'yman deyotdi. Hamma odamlarniki sug'urtasi bor qilaman deb. Hozir har xillari bor, hukumatning bor, shaxsining bor degandek. Ondan keyin Amerikada sug'urtasi yo'q, salomatlik sug'urtasi yo'q. Xalqda necha million xalq odamlar bor hozir. Mushuni butunlay yo'q qilaman deydi. Bu ishqimi burunqi Amerikaning prezidentlari ko'p urinib boqqan, ammo hech qaysi g'alaba qila olmagan. Shu dastlabda cho'ng yo'g'on gaplarni o'tirib chiqdi, keyin amalga oshmaydi, ashta tugaydi endi. Ondan keyin bu xonim Amerikaniki o'ziniki neftini qazib chiqarishni to'xtataman deydi. Bularniki bir siyosati bor, yashil energiya deydigan. Bu benzin bilan mangdigan mashinalarni hammani amaldan qoldirib, butun mashinalarni elektronlik o'taman degan.
bu ishni qilib olmaydigan ish, andan keyin intayin ko'p pul ketadigan ish. Hozir shu saylamga qatnashib atganlar shundaq va'dalarni bergan chog'da pul nereden keladi, Amerikaniki qarzi nega bordi degan bilan kori yo'q. Faqat lamkin mana bir xil aldamchilik deb tuyuladi. Mayli cumhuriyetçiler bo'lsin, mayli demokratchilar bo'lsin. Butunlay amaliyotdan ayrilgan oldida mana quruq haqlarni yo'llaydigan gaplarni deb saylanish uchun işte qilayotgandek tuyuladi menga. Maoshim işte tuyulyotdi. Ondan keyin bu mahxonimniki yamir siyosati balını aldırtış şu apınıki üzünki hukuki deydigan narsa. Cumhuriyetçiler bunun karşı balı qilib qolganda uni xalqancha aldırtışga qarshi demokratchilar bo'lsa qo'llaydi buni. Mahxonim shuni qo'llaydigini, buniki bu jar kishanimi siyosatni muqimlashtirman deyotdi. Anından keyin bu xonimniki ko'chman qabul qilish jihatdagi siyosatlari bor. Xarinlarda bo'lgandek Biden saylangandan buyon Amerikaniki janubiy tarafdagi chirasi echib o'tildi. Hozir nurg'un odamlar kiryotdi. Hozir qadar kirib bo'lganlar 20 millionlarga yaqinlashib qoldi meni bilishimcha. Shu jihatdagi siyosat ekan. Ondan keyin yana birisi qurolni kontrol qilish. Amerikadagi qurol masalasi pek cho'ng masala. Cumhuriyetçiler qo'llaydi buni, demokratchilar biroz qarshi turadi. Mahxonimmi deydi, shu qurolni kontrol qilish jihatda bir qism tadbirlarni o'tirg'a chiqiramiz deydi. Buning ichidagi birisi qurol sotib olmoqchi bo'lgan kishilarni tekshirish, undan keyin avtomatik qurollarni cheklash, cho'ng titik qurollarni cheklash. Mana narsalar ekan. Şuna meniki Kamala Harris to'g'riliq, uniki siyosiy to'g'riliq hozir qadar to'play olgan narsalar shunchalik tushib qoldimmi yo'q uqmayman, hech qanday narsalarga bir depressiya bo'lib qoldim. Bugun so'zlaydigan 3-chi mazmun Uyg'urlarning xabari. Hozir mana necha kun ichida chiqqan bir cho'ng xabar. Bizniki Angliyadagi do'stimiz Esa Alkin niki bir qilgan yaxshi ishi o'tirg'i chiqdi. Unimi desanglar, esa Uyg'urlarniki tarixiy kitoblarini, har xil kitoblarini to'plashga intayin qiziqadigan bir do'stimiz bu. Intayin ko'p kitoblarni to'plagan hozir qadar. To'plagan bu bir necha yil qattiq tirishib boshqalarning yordami bilan Amerikadagi Cornell University, Princeton University bilan deyishib, mushu kitoblarning hammasini Princeton University'niki kutubxonasiga qo'ydi. Manguliq. Naydi ko'p kitob. Bu bir manguliq uyi bo'ldi, mushu kitoblarniki aşağı qo'ydi. Bu kitobdan albatta Uyg'urlar haqida tadqiqot olib boradigan har qanday odamlar foydalanadi. Bu bir cho'ng natija. Bu Princeton University Amerikadagi eng danliq 20 maktablarniki birisi mening bilishimcha. 20 maktabning birisi Amerika dunyo bo'yicha. Anayda danliq shaxsiy maktab bu. Shuni kutubxonasiga kirdi. Endi Uyg'urlar haqida kitob to'playdigan nurg'un qarindoshlarimiz bor chet elda. Endi hammalarniki keyingi 5 yildan bir ish. Men ketib qolsam kitoblar qanday bo'ladi degan bir narsa bor endi. Herhalde sayımız hali yosh, anachaq turibmi, mana bu kitoblarni Princeton University'ga hadiya qilib, ular kitobxonada boshqalarniki foydalanishiga qo'yibdi. Bu bir yaxshi ish Uyg'urlar uchun. Andan keyin Uyg'urlarga oid chiqqan yana bir xabar, shu yaqinqi bir qancha kun ichida Xitoyniki nima WeChat'da tarqalgan 5 iyul Urumchi qirg'inchiligiga oid bir qism videolar tarqaldi. Shu vaqtdagi Uyg'ur qirg'inchiligiga qatnashgan Xitoy harbiylarniki yozgan narsasi. Buni WeChat yozibdi, buni birisi video qilib olib, uni to'rlarga chiqardi. Ondan keyin tunugin
Limu Yang degan bir Xitoy videochi bor. Burun ayni vaqtda Xitoyda hali bir cho'ng televiziya stansiyasida ishlagan o'zi Falun Gongchi Xitoy bu. Har kuni video chiqardi. Bu tunugungi videoda mush narsalar to'g'riliq so'zladi. 6 minutdan jiqroq meniki bilishimcha. Men uning so'zlagan mazmunlarini kesib olib Facebookga qo'yib qo'ydim. Bir mingdak odam ko'rib bo'ldi uni. Ishqilib 5-iyul voqeasini Xitoyniki so'zlar orqali tasvirlagan ahvol. 5-iyul qirg'inchiligidan boshqa 2014-yili 7-oyniki 28-kuni Yarkanda yuz bergan qirg'inchilik. Bu to'g'riliqmi mazmun bor buningda. Bo'libmi shu chog'da Xitoy askarlari bir oqshomda 3 Uyg'ur kentidagi Uyg'urlarning hammasini o'ldirib, qari yosh ayol hammasini o'ldirib, shu kentdagi butun uylarni tuzlab, uning o'rniga ko'chat tikib o'tgan. O'rmonlik qilib qo'ygan. 3 kentni bir oqshomda o'rmonlik aylantirib o'tgan ahvol. Mushkaplar bor bu videoda. Ondan keyin Urumchidagi qirg'inchiliklar qanday elib berilgan, askarlarniki, masalan, buni qilgan askarlarning ikki xil kiyim borligi, tashqi sirtqa nisbatan kiydigan kiyim bilan ichki muqimni saqlash vaqtida kiydigan kiyimlari. Mushaqdagi uchurlar, ondan keyin qanchalik jasadlarning dulinib ketganligi, ularni qanday bir taraf qilganligi mushaqda nurg'un mazmun bor ma'noda. Buni Facebook chiqarib qo'ydim. Hozir Uyg'urlarniki davosi tutishib qolgan vaqt emasdi. Bir qism muhim ishlarni biz qilamadik. Masalan, Xitoylarniki bir harakati bor, cho'ng tarjimonlik harakati degan. Buningda bir to'p Xitoylar tashkillanib, Xitoy Kompartiya hokimiyatining jinoyatlarini g'arb dunyosiga oshkorlaydigan, pash qiladigan bir harakati bor bularniki. Twitterda qilyotdi buni, necha yil bo'ldi. Aslida Uyg'urlarda mana bir narsa bo'lsa bo'ladi, bu Xitoyniki eg'iz bilan chiqqan isbotlar. Bu intayin muhimdi, buniki qalqonli kuchi va kuchli endi. Aslida 6 minutlik video ekan, buni tarjima qilib inglizchaga, yaponchaga va boshqa tillarga. U tarjima qilingan yoziqni videoga kirishtiramagan taqdirdami, mana shu videoga qo'shib Twitterlarga chiqarib buni boshqa qilib tashkil qilsak, zo'r unum bo'ladi. Chet eldagi Uyg'urlar qila oladigan va qilish tegishlik muhim ishlarning birisi shuti. Facebookga deb yozib qo'ydim. Mening o'zimning shunday qilg'im bor, lekin hozir oldimizda bir cho'ng faoliyatimiz bor. Shuni tayyorlaganlik qilyapman. Ara yetishib ketib boraman. Shunga maoshlarga vaqtim yetmaydi. Hozir qarasanglar, mening ovozim sal yerib qolgandek anilyapti. Sababi men atagan soat 5:30da qo'pib Dünya Uyghur Qurultayıniki vekiller yığını qatnaşdım 3 saat. 8:30gacha. 3 saat yığın qatnaşıp azın aniki ma videoni qilyapti, men yerib ketdim. Mening kunim ishda o'tyapti hozir. Bo'lmagan bo'lsa, men aslida meni shuncha qig'im kelib ketdi. Shunga men ba'zi o'ylayman, chet elda Uyg'urlarniki 80 dak tashkiloti bor. Turib naiti bir aktif qo'shinlar o'tirib chiqadi Dünya Uyg'ur Qurultayiga qarshi ish qildigan. Ashta qo'shinlar maoshlarni qisib bo'ladi, ashta aktivchilik bilan deb o'ylayman. Mushundaq muhim fursatlar kelgan chaqda biz o'zimizniki mavjudligini ko'rsatmayapmiz. Lekin ba'zi ishlarda ajoyib mavjud Uyg'urlar degan o'z ishimizda bir-birimizni urishishga to'g'ri kelib qolsa. Aslida maosh vatanlik xalqimiz uchun qilish tegishlik intayin muhim ishlarning birisi. Shunga minkohan bolalarimiz chet eldagi inglizchani biladigan va boshqa o'zlari yashayotgan davlat tillarini biladigan mushu bolalarimiz ham o'yish bosqani bo'ladi. Men til Xitoycha buni boshqa tillarga tarjima qilib abaytaman degandek videoga kirishtirish imkoniyatlari bo'lmasa-mu Twitterga xat shaklida chiqarib videoni qo'shib, bu videoni 2 minutdan 2 minutni kesib, har 2 minutlik mazmunni tarjima qilib boshqa tillarga chiqarib qo'ysa bo'laveradi. Twitterga odatda 2 minut 20 sekunddan ortiq uzun videoni chiqara olmaydi. Shuni kesib chiqarish kerak. Mashinadan qisa qildigan ishdi. Bak muhim ishdi. Mening yuragim tatlı ketib bordi bundan narsani ko'rsam.
Xitoy so'zlab videolarni chiqarib o'tirib chiqdi. Uyg'urlar aslida mishaldan buni damlashtirsak bo'ldi. Hozir endi oldingi bir qancha qatimliq videolardim dedim. Mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, hozir Uyg'ur qirg'inchiligini normallashtirish harakati yoki yuzlanishi yuz beryapti hozir. Xitoy buni maqsadli qilyapti. Uyg'ur qirg'inchiligini izlarini yo'qotish, vatandagi Sharq Turkiston xalqlarini bir normalni, baxtga yashayotgan xalq qilib ko'rsatish dunyoga. Bu ishni qilyapti. Uyg'urlarniki bir qismi obdan hamkorlash qilyapti bu ishga. Ondan keyin chet eldami hozir bor-bora hech qanday ish bo'lmagandek yashaydigan ahvollar kuchayib menyapti. Qisqasi Xitoylarniki normallashtirish taktikasi unum beryapti. Normallashtirish degan bir erkinsizlik. Chunki normallashtirish sizni aslida o'zingizdan qilganingiz yo'q ishlarni qilishga mayllashtiradi. Boshqalar yasagan nachar ichimliklarni ichsiz, boshqalar chag'an nachar musiqalarni anglaysiz, boshqalar qilgan gaplarni takrorlaysiz. Ko'rinishda o'zingiz bilan munosabatlik, amaliyotda unday emas ishlarni so'zlaysiz. Mushularning hammasi normallashtirishniki oqibatlari. Bu xuddi bir sessiq o'burniga kirib 5 minut o'tirsangiz, o'burni burningizga ses purmaydigan bo'lib qolgandek bir ahvol endi. Hozir Uyg'urlarda mana shu ahvollar ko'rilyapti. Biz shunday normallashtirishga to'p qo'shmasligimiz kerak. Uningga yo'q deyishimiz kerak. Uniga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Agar o'zini bir vijdon egasi, bir Uyg'urlik vijdoni ega kishi deb o'ylaydigan kishilar mush jihat sohada o'yinib chiqish kerak. Hozir endi Uyg'urlarda bir umidlik yoki umidsizlanish kayfiyati bor. Ish qilayotganlardan hozir uning nima foydasi bor yoki uning hozir nima qiymati bor deb savol so'raydiganlar bor. Bir qism kishilar siyosiy da'vodan umidsizlanib biroz yiroqlashyapti. Sababi yaqinki 6-7 yil chet eldagi Uyg'urlar intayin zo'r tirikchiliklarni ko'rsatdi. Lekin biz vatandagi irqiy qiyinchilikni to'sib qololmadik. Xalqimizning beshiga kelgan fojialarni to'xtatamadik, azaytamadik, biroz azaytdik. Agar chet eldagi siyosiy da'vo bo'lmagan bo'lsa, bizim vatandagi xalqimizning ahvoli hozirgidan nechasi nachar bo'ldi. Biz bu jihat ahvollarni biroz o'zgartdik. Ashtaq bo'lsa-mu, bo'lgan ziyon bo'lib ketdi. Hozir albatta men degandek bütün ahvollar bir xil normallashgandek ko'rinadigan bo'lib ketdi. Ashtaq bu boshqa kishilar biroz umidsizlanib siyosiy da'vodan yiroqlashgan ahvollar bo'lyapti. Ammo bu ishlarda shu siyosiy da'vo bilan shug'ullanayotgan, millat uchun ish qilayotgan, yaxshi amal bilan yashayotgan kishilar agar diqqatimizni faqat natijaga tikib olsak, ishimizni uzun muddatga davomlashtira olmaymiz. Umidsizlanib qolamiz. Turib umidsizlanib qolamiz. Bunda qilmay biz qilayotgan ishimizni bir xil yaxshi amal, milliy majburiyat deb tushunsak, aniqini o'zimizni qilayotgan ishniki to'g'ri ish ekanligiga ishonsak, ishimizni uzun muddatda davomlashtira olamiz. Uyg'ur millati bundan keyin ashnaq yashaydigan Uyg'urlarga intayin ehtiyojli. Şuna bizningki bu jihatdagi bundaq qo'shindagi odamlarimizning soni ozib ketmasligi kerak. Ko'paysin, azaymasin. Şuna men barliq qarindoshlardan bu jihatda o'daroq o'ylanib beqishini umid qilaman. Bugun so'zlaydigan 4-mazmun Uyg'ur Project Fondiniki ishlari haqida bo'ladi. Xabarlarda bo'lgandek, mushayniki 21-22 kuni shanba va yakshanba kuni
biz İstanbul'da 20 liksiya degan bir faoliyatni yapıp baramiz. Bu faoliyat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'de bulundu. Ötken yıl müşahede bo'lgan, bu yıl müşahede bulundu. Ötken saat 9'da başlanıp, keç saat 6'larda tugaydi. Su, pranik, nan, küçük tamak, hamısını biz təminləyimiz bağalarga. Ondan keyin 21-sida etigende bağalarga 4 kitap soğat kılındı. Bunun içindeki 3 kitap fakat yüzdandan bastırdık. Şuna tüyap ketişi mümkün. Ondan keyin biz müşkatimki faaliyet üçün yığılgan 38 parça makale. 35 neferdek Abdullah'nınki 38 parça makalesi kırgızılgan. Devir ve biz degan kitapni bastırmamız yakında. Bu kitapni soğuğa atqanmakçı. Bu kitap her 2 günde bağlap oylayman. Ben 250 bastırmakçı bunu. Şuna bu 2 günlük faaliyet, xuddi bir 2 günlük haqsiz üniversitet dersiga o'xshaydi. Hamma narsa haqsiz. Tamoq, ichimlik, kitob, leksiya hammasi haqsiz endi. Shunga bundaq oliy maktabni dunyoniki boshqa hech qanday yer topolmaysizlar. Albatta men deb o'tgandek buniki nima foydasi va nima qiymati bor deb so'raydiganlar bor bo'lishi mumkin. Boshqasini demagan taqdirdami? Bu bizniki yo'qmaganligimizni namoyon qiladi. Bizniki yo'qolmaydiganligimizni namoyon qiladi. Ondan keyin hozir chet elda yashayotgan Uyg'ur ziyolilarniki aqli kuchini, bilimini to'plab xalqqa taqdim qilish. Mush narsaniki, mush sodi yapgan bir ish endi bu. Bu ish oson to'xtamaydi biz uchun. Nurg'un jafolarni chekib, nurg'un odamlarniki tirishchalik bilan vujud chiqdi. Shunga İstanbul'daki qarindoshlar yoki shu vaqtlarda chet eldan İstanbulga kelib qolgan qarindoshlar 2 kun faoliyatga berib anglab beqishni tirishib baqsanglar bo'ladi. Chuqur pushaymon qilmaysizlar. Nihoyatda isl faoliyatlar bo'ladi. O'tgan yilgi 2 kunlik faoliyatniki 4 qism videosi bor edi. Men yaqinda ularning hammasini Facebook'ga chiqarib qo'ydim, WhatsApp'lardan taqib qo'ydim. Bu yangi mash videoning ostiga men shu o'tgan yilgi 2 kunlik leksiyaniki videosining ulanmasini qo'yib qo'yman. Shu yerda ko'rib baqsanglar bo'ladi. Nihoyat isl mazmunlar bor. Qarindoshlarimizniki necha yillik emgigini natijasi u. Shunga ko'rib baqsanglar bo'ladi. Anki manig'im kelib qatnashib turinglar. Bu qadimgi leksiyada 20 odam 22 leksiya so'zlaydi 2 kun. Har kunisi 11 dan odam so'zlaydi. Kitap uchun 35 odam 38 parcha maqola berdi. Maşallah hamısını kirgizmiz. Albatta men degandek faoliyat saat 9'da başlandı. Hozir Uyg'urlarniki Nuriyadagi faoliyatlari vaqtini 20 saat baldır e'lon qildi ekan. Masalan 9'da başlamoqchi bo'lsa 8:20da boshlaymiz deb qo'yib, ana 9'da boshlar ekan. Biz nima qilmaymiz? G'arib undaq ish yo'q. Qanchada başlamoqchi bo'lsak shuni vaqtini e'lon qilamiz. Ma faoliyat mashundaq dal 9'da başlaymiz faoliyatni. Nurg'un qarindoshlar ish qilgan chog'da biz xalqaro saviyada qilyapmiz deb boshlar deydi. Xalqaro saviyada ish qilish mushtarishlarda bilinishi kerak. Soat 9'da faoliyatni boshlaymiz deb 9'da boshlash kerak uni. Ondan keyin g'aribda ish qilgan chog'da bergan vaqt muddatini qayta takrorlaydigan ish yo'q. Yoki oqs kirib oladigan, so'laydigan ish yo'q. Uni bir qatim e'lon qilgandan keyin kishilarning hammasi aniq holda amal qiladi unga. Mana xalqaro saviyadagi shu. Uyg'urlarmi bu ishni o'rganish kerak. Meniki deb qo'yadigan yana bir narsam, ehtimol xabarlarda bor, men vaqtni tejab ish qiladigan odam. Mening burun bu to'g'riliq vaqt to'g'ri yozgan necha parcha maqolalarim bor. Vaqtni sekund bilan hisoblaydigan odamniki vaqtni minut bo'yicha hisoblaydigan odamlarning vaqti qaraganchada 60 yassa uzun deb. Etkinisi ishni soat 7'da boshlaydigan odam, ishni soat 9'da boshlaydigan odamga qaraganchada har kuni 2 soat uzun yashaydi. Shunga bizim faoliyatimiz soat 9'da başlandı. Ameliyatda ben her yılı
har xil xalqaro yig'inlarga boraman. Men boradigan yig'inlarniki ko'pinchisi soat 7da yoki 8da boshlanadi. Hargizmi 9ga qolib qolmaydi hech qanday yerda. Biz hozir taraqqiy qilib mushularcha keldi 9da boshlaydiganға. Şoňa bolsa wagtida kelip barаңlar. Bu qatimki faoliyat uchun Germaniyadagi qarindishimiz Tavakkul Iskandar 500 euro yordam qildi. Men o'tganki videoda degan, agar yordam qilgan qarindoshlar bo'lsa yordam qilinglar deb. Bu qarindishimiz 500 euro yordam qildi. Bu qarindishimizning ismi kitobga kirgizildi. Agar endi mushta yordam qilganlar bo'lsa, hozir bu ish uchuq, bu ish uchuq. Ondan keyin Yevropadan yine ikki qarindishimiz davomli Uyg'ur Project fondiga iyona qilib turgan qarindishimiz bor edi. Ularmi o'tgan hafta Uyg'ur Project fondiga iyona qildi. Men shu fursatdan foydalanib bu ish qarindishimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur Project fondiga vakolatan. Bugun deydigan yana ikki muhim uqtirish bor. Uning birisi bizning faoliyatimiz 9-21-22 yillar bo'ladi. 9-yaniki 20 kuni yana bir faoliyat bo'lmoqchi. Cuma kuni. Bu faoliyatniki ismi Bayanning kuchi. Buningda Tahir Amut qarindishimizniki kitobi Kechida tutqun qilinishni kutish degan kitob haqida bir muhokama yig'ini ochilmoqchi. Buningga Tahir Amut elimiz uzib bor. Ondan keyin bu kitobni inglizchaga tarjima qilgan Amerikalik tarixchi, Uyg'ur adabiyot tadqiqotchisi Josha degan kishimi bor. Ondan keyin Uyg'ur adabiyoti tadqiqotchisidan yana Mahmudjon Yasin qarindishimiz bor. Mush uchlarniki riyosatchiligida mush bir faoliyat bo'lmoqchi. 20 sentabr kuni tushdan keyin soat 2da yig'inniki bu faoliyatniki o'rnimi shu Sabahattin Zaim Universitetida bizniki faoliyat zalining o'zida bo'ladi. Shunga hammalarni mush faoliyatga kelib qatnashib birishga taklif qilaman. Undan boshqa 23-yillar dushanba kuni yana bir faoliyat bor. Bu faoliyatda jurnalist Salima Kamal Appayniki asarlari muhokama yig'ini bu faoliyatniki temisi shundoq. Ondan keyin bu faoliyatda yana Tarim adabiyot mukofotini tarqatish faoliyati bo'lmoqchi. Bu yig'in o'tgan soat 10da boshlanib, soat tushdan keyin 4 kishilik davomlashadi. Yig'inniki o'rni Turkiya Yozuvchilar birligi İstanbul sho'basiniki zalida. Uniki o'rni Sultan Ahmad ekan. Ma uqtirishlarni men Facebook'imga chiqarib qo'yman. Bu qarindoshlarimizmi taqatdi buni. Men chiqarib qo'ymoqchi. Shunga imkoniyatinglar bo'lsa, bu faoliyatga kelib qatnashinglar. Bu yil men uchun bir cho'ng xo'shallanarli ish bo'ldi. Men uzun muddat mushtaq bir faoliyatlarni qilgan chaqda uni o'xshash vaqtga o'rlashtirib, o'xshash vaqtga deymiz oldi keyin endi. Shu bir haftaning ichida degandek. Ashta qilsak, bizdek uzun yo'ldan keldiganlar hamsi qatnasha olamiz, obdan bo'ldi deb kelgan. Burun bunda ishlar uchiq chiqmagan. Bu yil 3 faoliyat aqaqadan bo'ldigan bo'ldi. Cuma kunda boshlanib, dushanba kuni tugagan bo'ldi. Men buni baxo'shal mushtaq ulashtirgan boshqa qarindoshlarning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Uyg'ur Project fondiga vakolatan. Shunga bo'lsa hammasi kelib qatnashib boringlar. Shunga bunun bugundan 2 hafta keyin men İstanbul'daki şu İstanbul'da 20 liseya degan faoliyatda bo'laman. Shanba va yakshanba kuni, juma kuni yana bir faoliyat bor. Ashta bo'g'ashqa men bu videoni qilolmayman. Hozircha qilolmayman deb o'ylayapman. Agar imkoniyat bo'lsa qilishim mumkin, lekin umid kutmanglar. Boshqa taqtiradigan narsalar bo'lib qolsa, men uturliq Facebook'da taqib turman. Bizniki Uyg'ur axborot markazidagi huquqlarimiz leksiya faoliyatini hammasini to'liq oladi, videoga ilib, YouTube'larga qo'ydi. Men shu joyda uni taqib turman, endi WhatsApp'larda, undan keyin Facebook'da shu yerdan ko'rsangiz bo'ladi. Ish qilib men tirishiman, lekin ikkilar qatamliq rasmiy video programmasi
qilmasligi mumkin qilmay qolaman Turkiyada boshqa xabardor bo'linglar. Bo'ladi bugungi nima bugungi programma shunday bo'lsin. Albatta men degandek bo'lgan sal charchab qilib ovozim ancha yaxshi chiqmay qoldim deb o'ylayman. Anlab berganlar ko'p rahmat. Kelar qatim ko'rish omon bo'linglar. Xudoyim bursa 4 haftadan keyin ko'rishaylik. Ma'qul, xo'sh, Xudoyim omonat.